Xorazm viloyatida istiqomat qiluvchi bir guruh nuroniylar va faxriylar uchun Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdi orqali Samarqand viloyatidagi Al-Buxoriy maqbarasi va Toshkent shahridagi Islom sivilizatsiyasi markaziga sayohat tashkil etildi. Ularga hamroh bo'layotgan muxbirimiz reportaji shu haqda. Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdida bu galgi safarimiz nafaqat manzillarga, balki qalblarimizni ma'rifat va tarix, ezgu xotiralar bilan bog'laydi. Mazkur poyezd xorazmliklarning faxriga aylandi. Bugun 45 nafar nuroniylar mana shu poyezdda Samarqand va Toshkent shaharlariga sayohatga chiqishdi. Xorazmlik nuroniylar bilan yangi poyezdda Samarqand, Toshkent yurishimiz bu birinchi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning tashabbuslari. Men shuning uchun butun nuroniylar nomidan prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Shu Toshkent Urganch poyezdi mana bugun 7 soatda kelyapti. Prezidentimiz aytdiki, men sizlarni shu tez yuradigan 7-8 soatda keladigan poyezd olib kelib beraman deb va'da berdilar. Qisqa vaqt ichida keladigan bo'ldi. Imom Buxoriy majmuasini Shavkat Miromonovning tashabbusi bilan yangidan qurildi. Shuni ziyorat qilish uchun bizni yuboryapti. Biz albatta mana shu o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zaro samimiy muloqotlar, o'lkadagi o'zgarishlar, yangilanishlar haqida bo'ldi. Katta avlod vakili sifatida shu aytmoqchimanki, bunday sharoitni endi ko'ryapmiz. Tezyurar poyezdagi qulayliklarni aytmoqchiman. Hozir 160 km tezlikda boryapmiz. Hech narsa sezilmaydi. Xuddi shu uyda o'tiribmiz. Xizmat ko'rsatishi a'lo darajada. Yana shu inson qadriga bo'lgan shu e'tibor. Tezyurar poyezd sayohat uchun juda qulay. Endi Xorazmdan yo'lga chiqqan sayyoh uchun Buxoro, Samarqand, Toshkent ham bir qadam. 250 km tezlikda harakatlana oladigan zamonaviy poyezdlar 7 ta vagondan iborat. O'rindiqlar soni 389 tani tashkil qiladi. O'zbekistonning iqlim sharoitiga to'liq moslashtirilgan, ya'ni +50 haroratdagi issiqlik hamda -40 darajadagi sovuqlikda ham ishonchli harakatlanish imkoniga ega. O'yin, kulgu, ko'tarinki kayfiyat bilan nuroniylar qadimiy shahar Samarqandga yetib keldilar. Bu safar davomida nuroniylar Samarqand va Toshkentning diqqatga sazovor maskanlarini ziyorat qilib, yurtimiz taraqqiyotining yangi yutuqlarini ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.